Shu yilning 22-noyabr sanasida uzoq kutilgan futbol o'yini Farg'onaning Neftchi va Navoiyning Qizilqum jamoalari o'rtasida bellashuv bo'lib o'tadi. Ushbu uchrashuv muxlislar tomonidan katta qiziqish bilan kuzatilmoqda. Chunki har ikki jamoa mavsumning hal qiluvchi pallasida muhim ochkolar uchun kurashyaptilar. Ijtimoiy tarmoqlarda yozildiki, Neftchi va Qizilqum o'yini Farg'ona shahridagi Istiqlol stadionida bo'lib o'tadi va chiptalar 18-noyabr 10:00 dan bir shaxsga 5 donadan oshmagan holda Istiqlol stadionidagi kassalarda hamda Marg'ilon shahridagi maxsus kassada joylashgan 6 nafar chipta sotuvchilar tomonidan sotiladi deyildi. Ammo o'yin chiptalari 11:40 gacha tugab bo'lingan. Shundan so'ng futbol ishqibozlarining e'tirozi oshdi. Nechaga kelgansizlar? Nechida o'zi bilet sotish boshlangan? Bilet 8:30 da sotish bo'ldi. 10 da naqa qilingan edi. E'londa 10 ga berilgan, 8:30 da boshlanadi. Kelganimizda o'sha bilet qolmagan ekan. Qanday sotilib ketdi, hech kim bilmayapti. Shuni hisobiga odamlar to'planib, hozir bilet kutib o'tiribdi. Siz qachon kelgansiz bu yerga? Soat 10 da shu yerda bo'lganman. 10 da kelgansiz. Demak, e'londa 10 da sotilishni boshlaydi degan gap aytaylik. Soat 10 da sotilishni boshlaydi degan, lekin biletlar soat 8:30 da boshlangan. 10 ga kelib, o'sha biletlar tugagan. Chiptalar tugagan. Ishramandalarda esa turli savollar paydo bo'lyapti. Har bir xaridorga 5 tadan berilgan bo'lsa, 1 soat 40 daqiqa ichida 10.086 ta chipta qanday sotilishi mumkin? Shanba kuni keldim. Shanba kuni kelganimda bek edi. Yakshanba kuni ham keldim. Yakshanba kuni kelganimda kassa bek edi. Shundan beri kelyapman, lekin bilet ola olmayapman men. Bugun nechida sotuvga chiqadi deyishgan bevosita biletni? Unisini bilmayman, lekin kelyapman. Aniqini bilmayman nechaga kerak. Nechigacha qarab turdingiz bu yerda? Yakshanba kuni kelsam yo'q ekan, bek ekan. Keyin dushanba kuni vaqtim bo'lmadi ekan. Bugun hozir kelsam bilet olgan keldim. Bilet yo'q deyapti. Bu yerda yig'ilishning asosiy sababi bilet. Bilet Nechida kelgansiz bu yerga bilet olishga? 20 da kam 10 da kelganmiz, bilet tugagan. Soat 10 da bilet tugagan. 10 da soat. Lekin e'londa soat 10 da sotuvga chiqadi. Albatta, soat 10 da bilet chiqish kerak ekan, lekin 8:30 da sotuvga chiqqan. O'sha 20 da kam 10 da o'sha bilet yo'q edi. Siz so'raysizmi, taxminan nechta bilet sotildi? Yo'q, unaqalarini so'ramadik, lekin aytishlari bo'yicha 10.086 ta bilet sotilib ketgan 1 soat ichida. Anchadan beri chempion bo'lmaganiga qiziqishdi. Bilet olgan kelganmiz. Neftchining oxirgi o'yinlari juda ham qiziq bo'ldi, to'g'rimi? Xudo bu mavsum o'sha o'yinlarni qoldirmadik. Hammasiga kirdi. Men bugun endi shu holatda bo'lib qoldim. Qachon kelgansiz bu yerga? Men 12 da kelib, 1:30 da ketdim. Mana yana hozir kelib, endi turibman. Bilet yo'q. Bilet yo'q. Telegram kanallarda shetda sotayotganlarni ko'rdik. 150 mingdan olib ketishganlar ham bo'ldi. O'z ko'zimiz oldida 150 mingdan olib ketganlar ham bo'ldi. 12 dan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda turli shaxslar tomonidan ularda chiptalar bor ekanligi haqidagi xabarlar tarqaldi. Hattoki ular o'z mobil raqamlarini ham qoldirganlar. Biz ularni ayrimlarga qo'ng'iroq qildik. Nechta bilet bor hozir sizda? 10 dona aka. Nech puldan? 100 ming aka. Kam etmasa o'zi 40 mingdan olibsizlar-ku. Siz 40 mingdan olmaganmisiz aka? Nech puldan oldingiz? Menga 80 ming berishdi aka. Kimdan oldingiz uni? Kassada yo'q ekan, boshqada yo'q ekan, kassa 5 tadan. Endi o'sha qo'lga tushib ketgan ekan, mana o'shdan oldim-da, aytdim-da. Ha, siz ham qo'ldan oldingiz, demak qo'lga sotmoqchisiz. Qo'ldan oldim. Aka 40 mingdan olgan bo'lganimda shundan berardim. Nechta nima qilyapman mana aka o'zi. 40 mingdan shundan berib yuboraman. Chipta sotuvchilarning so'zlariga qaraganda, ularga ham ichkaridagi tanish odamlari chipta olib chiqib bergan. Hozir sizdagi 100 mingmi? Yo 150 ming aka. Mingcha 40 mingdan sotilgan bilet 150 ming qilib oldilar. Aka bizga 100 mingdan olib chiqib berishdi aka. Kim olib chiqib berdi 100 mingdan? Aka, endi shundan olib chiqib berishdi vallahi. Yo, tanish bolam o'tdingiz nimagalar? Neftchidagilar? U ham ikkinchi qo'l olib chiqyapti aka. Ha, u ham qimmatroq olgan, siz ham qimmatroq olgansiz. Ha, shunaqa. Menga 3-chi qo'lga o'tyapti aka. Yana chipta sotuvchilarning so'zlariga qaraganda, boshqa tanishi ko'proq xarid qilgan va undan ko'proq olish mumkin. Bitta nomer beraman, chiqib ko'rasinga. Hozir sizda bori 8 ta. Hozir 8 ta bor ekan. Ma'lumotlarga oydinlik kiritish maqsadida biz Farg'ona shahridagi Istiqlol stadioniga keldik. Bu yerdagi rahbariyat bilan ko'rishib, nima uchun biletlar erta sotilgani haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lmoqchi edik. Afsuski, ular biz bilan ko'rishishni istashmadi va biz mana shu stadionni rahbari Hakimjon akaga bir necha marotaba qo'ng'iroq qildik. Hattoki biz telekanalning rasmiy jurnalistlari ekanligimiz haqida ham aytib, ularga SMS yo'lladik. Afsuski, shunda ham raqamlarni ko'tarishmadi.
Istiqlol stadiondagilarning so'zlariga qaraganda, chipta masalasi Neftchi ma'muriyatining qo'lida. Bu borada Neftchi jamoasining maxsus vakillari kassalarda turib sotadilar. Biz Neftchi jamoasining chipta uchun javobgar bo'lgan Nodir ismli shaxs bilan mobil suhbatlashdik. Nima uchun 2 soat ichida 10 mingtadan ortiq bilet sotilib ketishi mumkin? Qanaqasiga faktiski ulgishadimi degan narsani aytayapti-da. Prosta sizlar nazorat qilganmisizlar bu narsani o'zi? Aka, kassada 6 kishi ishlaganda bu narsa bo'yicha. 6 kishi, 6 ta odam qanday ulgurmaydi? Ulgurmaydi. 2 soat, 2,5 soat davom etdi. Odamlar 1 soat bo'laradi-da. 2,5 soat davom etgan bu narsa. Shuning uchun fakt haligi 9:10 da ochilib, 11:30 da tugadi. Hozir o'sha pressadan chiqadi. Agar sizga hozir men qo'shimcha ma'lumot berildi-ku, shu ma'lumotni sizga aka yo video qilib yoki audio qilib jo'natishadi aka bolalar aytamiz. Afsuski bizga hech kim qo'ng'iroq qilmadi. Na axborot xizmati, na Neftchi rahbariyati. Biz Farg'ona shahar Qirg'ili mavzesida joylashgan Neftchi jamoasining ma'muriyatiga bordik. Ma'lumotlarga qaraganda, chiptalarni faqatgina Neftchi jamoasini, ya'ni chiptaga tegishli bo'lgan shaxslari o'zlari tegishli manzillarda sotishgan. Biz ayni vaqtda mana shu ma'lumotga oydinlik kiritish maqsadida Neftchi jamoasining rahbariyati o'tiradigan binoga, ya'ni ma'muriy binosiga tashrif buyurdik. Bu yerda biz rahbari bilan ham, axborot xizmati bilan ham va bir nechta insonlar bilan mobil suhbatlashdik, hattoki ular bilan yuzma-yuz ko'rishdik. Biz kuni kecha ko'rishganimizda ular ertaga soat 9 da keling, ana undan so'ng sizlarga batafsil intervyu beramiz degan gapni aytishdi. Biz ertasi kuni soat 9 da ham tashrif buyurdik. 9 da tashrif yurganimizda yarim soatdan so'ng keling, biz rahbariyatdan ruxsat olaylik, sizga intervyu berishdan avval degan gapni aytishdi. Biz 1 soat emas, 2 soatdan ko'proq mana shu manzilni o'zida kutdik va bu borada ham bizga intervyu berishni istashmadi. Neftchi jamoasining axborot xizmati rahbari Said Abzalning so'zlariga qaraganda, chipta masalasi Farg'ona shahar prokuraturasi, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Farg'ona shahar bo'limi hamda Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan surishtiruv olib borilgan. Biroq biz 3 organ rahbarlariga qo'ng'iroq qilganimizda bu borada xabarlari yo'q ekanini aytdilar. Nima uchun chiptalar masalasi ochiqligicha qolyapti? Nima uchun Neftchi klubining mas'ul shaxslari bu borada bizga intervyu berishmadi? Mana shu mavzu ochiqligicha qolaverdi. 1 soatdan so'ng Neftchi axborot xizmati 7445 dona chiptani abonementlar xarid qilgan. 10086 ta chipta esa sotuvga chiqarilgani haqida ma'lumot tarqatdilar. 889 ta o'rin tartibni saqlovchi xodimlar uchun, 447 ta o'rin mehmon jamoa uchun, jami 17531 ta o'rin farg'onalik muxlislar uchun sotilgani haqida yozma xabar berdilar. Lekin savolimiz ochiqligicha qolgan. Qo'liga yuzlab bilet olib, hozirda 150 ming so'mdan pullayotgan o'rtakashlar chiptani qayerdan olgan? Balki lavhamiz efir yuzida ko'rgandan so'ng savolimizga javob olarmiz. Ahror Ziyodov, Savar Ismoilov, Ruxsor News uchun maxsus.